Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Bugun 12-mart, albatta 12-mart haqida yo'q, aynan 12-sana haqida gapirib o'tmoqchiman. Siz bilan Huriya Anvar, life coach, sifra coach. Bugungi kunda 12-sanada tug'ilgan insonlarda energetikasi, vibratsiyasi haqida so'z boradi. Aynan ularda shaklan ko'rinishi qanday bo'lar ekan? Buni men sizga kengroq yoritib beraman. 12-chisloda tug'ilgan insonlar bu yetakchi va hamkorlik kodi hisoblanadi. Bu kod bilan tug'ilgan insonlar birinchidan tabiiy yetakchi va tashkilotchi insonlar, ikkinchidan ijodiy va novator, o'z fikrini to'g'ri yetkaza oladigan insonlar, uchinchidan boshqalarni ruhlantirish qobiliyatiga ega. To'rtinchidan munosabatlarda uyg'unlik yarata oladi. Ularda bu iqtidor bor. Beshinchidan esa bir vaqtda bir necha sohada muvaffaqiyat qozona oladilar. Endi qarangki, 12 kodi bu 1 va 2 ning uyg'unligi, ya'ni 1 bu boshlanish, g'oya, innovatsiya, iroda, qat'iyatlilik, qaroriylik, 2 esa diplomatiya, uyg'unlik, hamkorlik. Ikkalasi birga bo'lganda esa qanaqangi energetik shaklni yuzaga keltirar ekan? Masalan, mana shu sanada tug'ilgan insonlarda mana shunday talantlar bor. Mana shunday qobiliyatda, danida tug'ilgan. Ya'ni bu insonlarda shunday ijodkorlikni namoyon qilish kerak, shaklan yer olamiga. Ijodkorlikni, o'ziga ishonchni va munosabatda uyg'unlikni namoyon qila olishi kerak. Endi siz boshqa sanalar to'g'risida o'zingiz haqingizda bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyalarga qoldiring. Albatta sizni ta'riflab beraman. Yana podpiska tugmasini bossangiz 12 raqami haqida kengroq darsliklar beraman. Albatta like tugmasini ham bosishni unutmang. Energiya obmen bo'ladi va biz bu energetikani to'g'ri o'zimizda qabul qilib ishlatamiz. Agarda sizda farzandlaringiz, eringiz, o'zingiz mana shu chisloda tug'ilgan bo'lsangiz, aynan sizda mana shu energetikalar bor ekan, shaklan ko'rinishi. Endi esa qarang, ularda musbat va manfiy tomonlari bo'ladi. Mana shu musbat va manfiy tomonlarini sizga ko'rsatayotgan bo'lsam, boshida aytib o'tdim. Kuchli yetakchilik qobiliyati, jamoa bilan ishlash mahorati bor ekan, keyin maqsadlariga yetishda qat'iylik bor ekan, insonlar orasida nufuzga ega bo'lishlik bor ekan, mehr va hamdardlik hissi bor ekan. Ya'ni ular mana shunday elegantni, zo'r insonlar ekan. Minus tomonlarini esa siz o'zingizda like